Maqsud, do'stim, charchamadingmi? Zo'r bo'ladi Alisher. O'zing qandaysan? Ish tugashiga ham 2 soat qoldi do'stim. Uyga boramiz. Da go'zalim. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Alisher aka, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? 2 soatdan keyin ishimiz boshlaydi, xudo xohlasa. Alisher aka, bugun uyga bir bozorlik qilib keling. Bir oshib qilib beray sizga. Qanaqa yangilik ekan? Kelining tug'dimi? Ay yo'q. Undan ham zo'r yangiligim bor sizga. Kelsangiz aytaman. Yaxshi, xo'p, mayli. Xo'p, yaxshi kelib oling. Maqsud do'stim, Ha, Alisher, eshitaman. kelining telefon qildi. Bugun osh qilmoqchi ekan. Mening kistimda bor yo'q 31 rubl pulim bor. Senda pul yo'qmi? Bor Alisher, nimaga yo'q? Hozir men cho'ntagimni qarab ko'ray. Ey do'stim, sen uchun men pul topmasam, kim uchun pul topaman? 50, 60, menda 70 rublim bor ekan. Senda 70, menda 30 rubl bor. Bu 1 kilo guruchga yetadi faqat. Kelining osh qilmoqchi ekan. Alisher, yetganini boramiz. Siqilmagin. Oylikka ham do'stim yana 1 hafta bor. Uyda hech narsa qolmadi. Sen xotining ham, men xotinim ham ancha qiynalib qoldi. Faqat tuxum roltin yeb. To'g'ri Alisher. Kunlarim o'tadi, ketadi. Yaxshi bo'ladi emas. Maqsud do'stim, Alisher, eshitaman. Xudoning o'zi berdi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Qara do'stim, menda nima bor? Rostdan 1000 rubl qayerdan olding? Xaltora qildim. Voy, yes, shu bugun oshni yomoni bo'lar ekan-da. O'zi anchadan beri faqat tuxum roltini yeb, toza azobimizni yeb yurgan.